Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Yangi 2026-yil bilan barchalaringizni tabriklayman. Ming afsus, bayram kunlarida ham juda yomon yangilik ijtimoiy tarmoqda o'qidik. Menimcha bu yangilik hammalaringiz bilasizlar. Jumladan 2025-yil 12-dekabr kuni Xabarovsk shahrida Rossiyaning kuch ishlatar tizimiga tegishli maxsus operatsiyalar bajaruvchi guruh tomonidan o'zimizniki Samarqand viloyatida istiqomat qilgan fuqaromiz urib o'ldirildi. Albatta turli xil ijtimoiy tarmoqlarda har xil kommentariyalar mavjud. Bu holat yuzasidan har xil fikrlar ham mavjud. Qolaversa, Alisher Kelziyevich ham aytdi, nafaqat o'zbeklarga, boshqa Markaziy Osiyo vakillariga ham Rossiya Federatsiyasining tark etish lozim deb, chunki haqiqatdan ham bunday holatlar bir marta emas, ikki marta emas, uch ham emas. Rossiyaning siyosatchilarining va kuch ishlatar tizimni agressiv siyosati turli tomonlamadan sezilmoqda. Bu yerda yana bitta o'rinli savol ham bor. Mana bunday birinchi holat kuzatilmasa, nimaga bizlarniki Tashqi ishlar vazirligi faqat qandaydir norozichilik notani yubormoqda? Mani fikrimcha, mana Ozarbayjon misolida Rossiya Federatsiyasiga o'ziga yarasha sezarli javob berish kerak. Misol uchun, yoki Rossiyaning telekanallari bloklash aytgancha bu narsa qilinsa, maqsadga ham ancha muvofiq bo'ladi. Yoki Rossiya Federatsiyasining fuqarolari chiqarish kerak. Chunki agarki yetarlicha ularga va sezarli javob qaytarilmasa, ming marta Putin do'stlikni, sherikchilikni va'da qilsa ham bunday holatlar takrorlanishiga guvoh bo'lyapmiz. Shu bilan birga yana bitta o'rinli narsa, kollektiv xavfsizlik haqida masala ketyapti. Umuman olganda, mana bu yil kollektiv xavfsizlik tashkilotida Sergey Lavrov aytilishicha Rossiya Federatsiyasiga rahbarlik etgan. Endi o'rinli savol. Rossiya Federatsiyasining o'zining sheriklariga, jumladan 3-yanvar, joriy yilning 3-yanvar kuni Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Amerika Qo'shma Shtatlar maxsus operatsiyalar guruhi deyarli 3 soat ichida o'ziniki rezidensiyasidan olib chiqib ketgan. Qayd etish joiz, 125 mingtalik armiya bilan Amerika qo'shinlari 3 soat ichida uni o'ziniki yana rezidensiyasidan olib ketyapti. Lekin Putin janoblari dekabr oyida, 2025-yil dekabr oyida to'laqonli va harbiy tomonlamadan ham qo'llab-quvvatlashni Maduroga va'da qilgan edi. Endi bunday va'dalarga ishongandan keyin kollektiv xavfsizlik tashkilotiga ham ishonsa bo'ladimi? Mana Alisher Qodirovning fikriga qo'shilaman. Rossiya maxsus xizmatlar uchun ular nazarida O'rta Osiyolik muhojirlar Rossiyada kutilayotgan tartibsizliklarda ishtirok etishi mumkin deb belgilangan. Endi bu yerda o'rinli savol, bu Rossiya Federatsiyasida mumkin bo'lgan tartibsizliklarga birinchi sababchi Rossiya prezidenti va Rossiyaning hukumati o'zi. Ikkinchidan, O'rta Osiyolik muhojirlardan alamini nega olinyapti? Chunki o'ziniki xalqini Ukraina bosqiniga yuborishni qo'rqmoqda. Haqiqatdan ham Rossiyada xalq turgan. Bu Ukrainadagi bosqindan turgan. Endi turli xil bosmalar qilib, aldov yo'li bilan yo yana nimadir qilib Rossiya Federatsiyasini O'rta Osiyodan kelgan vakillarni yuborishga harakat qilmoqda. Albatta bizlardan chiqqan
boshqa qo'shni davlatlarimizdan chiqqan vakillarga, aholiga bu jang kerak emas. Ular Rossiya Federatsiyasiga 1-2 so'm boraman deb ishga borishmoqda. O'sha uchun men bloger sifatida o'zimning fikrimni qisqacha aytmoqchimanki, imkon boricha Rossiya Federatsiyasiga mutlaqo bormaslik kerak. Marhamat, O'zbekistonda ham ish bor. Bo'lmasa O'zbekistonda topilmasa, mana migratsiya agentligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar Yevropa davlatlari bilan mehnat migratsiyasi bo'yicha bir qator kelishuvlarga erishgan. Balki u yerga borish afzalroqdir. Men umid qilamanki, endi ayrim tomoshabinlarimiz orasida, ayrim odamlarimiz ham orasida haqiqatdan ham Rossiya bizga qush tirnoq ichida qanaqa sherik ekanligini sekin-sekin to'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Bo'ldi.